Boqqanda size istenadiganlarga bilmasin. Mol bulardi. Yaqin chiqishlardi. To'kib yesa. Bugun arqonni uch olmagan mashina turib qoldi molda. Buni vandamasi vandan oldida ona arqonni to'g'ri uzib yuborgan. To'g'rilama bitta ko'tarib mashaqqat qilib mashina olib ketdi. Mamti bilan oldi bilan. Yaxshi o'g'il uchi bilan bermagan ekan. O'shanisi yomonda. Aqldan oxir ichidan chiqib olmadik. Ikkinchi oqib o'tganman. Molga aql qo'yimsiz o'zimda. Molni ko'raylik, bor o'shani kelib qo'yganmi? Qarshi ko'raylik. Mana mol bor, molni bilib bo'lmaydi. O'shaning uchun yani shoxi borlarning og'zi yoshligida shoxini aniq qotdi, kuydiryapti-da. Shoxi yo'q, ezib qo'yadi. Yesi bilan bitta ezadi o'ldiradi, da. Yesi bor-ku. Bunga bitta ezadi. Siz suyangiz yosh bilarkanmi arasida? Yesini. Ha, o'zimda ham bir marta bo'lgan. Domda musulkada bo'lsangiz, avval xotinimdan orqasi sochilar yotib yotardim. Ochiq joy edi, dalaga o'xshagan. Molga po'choq beramanni oldi yaqinlashganimni susib qo'ygan. Yaxshi qochishga uspet qilganman, bari o'shandan teganda. Ko'ryapsizmi? Bitta narsasi yoyib yurganda o'shanisi bordi.